Yanvar oyining 14-sanasi qishi chillasi o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Koreyadamiz. Yil 12 oy Koreyada tarvuz uzilmas ekan. Qarang, sveji hozir uzilgan. Upakovka qilyapmiz. Sotuvga tayyorlayapmiz. Koreysyonim, ochamiz. Bu yoqda Siroj aka, tarvuzlarni Qirol okajon. Xullas, sizlarga ozgina ko'rsatib o'tmoqchiman. Qanaqa holatda pishyapti tarvuzlar bu yoqda. Issiqxona, hamma yoq xullas. Issiqxona bilan mana hammasida tarvuzlar qanaqa holatda pishyapti yoki katta bo'lyapti ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bismillah. Mana tarvuzlar. Umumiy hisobda 90 kunning ichida tarvuzlar pishib sotuvga tayyor bo'lar ekan. Bu karis rujon. Tarvuzlarga qarab chiqyaptilar. Xullas, yana bitta ma'lumot, har bitta palak, har bitta mana bu ildizi bitta tarvuz uchun. Bitta ildizda, bitta palagida bittadan oshiq tarvuz bo'lib qolsa, u olib tashlanadi. Bir dona palak, bir dona tarvuz uchun. Shunaqa har bittasini tagiga kalpan deyiladi, bu qo'yib chiqilgan xullas. Nima deb o'ylaysizlar? O'zimiz O'zbekistonda ham shunaqa yetishtirilsa, qanchalik darajada qish kunida talab bo'ladi? Qanchalik darajada daromad qilish mumkin? Men hali to'g'risi eshitmadim. O'zimiz O'zbekistonda shunaqa ish qilinganligini. O'zimizda ham topsa bo'ladi qish kunida tarvuzlarni. Faqat shu eski 1-2 oy saqlangan tarvuzlar bo'lishi mumkin. Ha, bu yerda sveji tarvuzni yanvar 14-sanasida topishingiz mumkin. Ma'lumot foydali, qiziqarli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib do'stlarga jo'natib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling.